Yalla. O'ylaydi. Mayli o'g'lim va birni og'ziga ana bo'lgan bo'lsa ham spirtga ichib yuboraman, bir aroq, pivo ichib yuboraman, yaxshi qo'yta. Yerga umuman tegmaganmisan. Biznachi qo'toq nimaligini ham bilmaysan. O qop-qora bunovdek qalin bo'ladi. Ganni bunovdek ganni puflatib qo'ydi mana. Mana shunaqa puflatib qo'yadi. Bor, yomon narsa. Mana puflab. Shuncha o'zim yomonmi? Shuncharoq yomon unda. Ko'p bola yomon emas, shuncharoq yomon men. Hech birov bilan qilganing yo'qmi? Seriyada ko'rdim. Ishonch yo'qda hozir Jalabsga. Hozir tiktirib kelyapti Jalabsga. Bolalar kuyib qolyapti bular. Dax qo'yib pulga kuyib qolyapti bolalar. Tiktirib qaytgan o'g'lar bu. Qaytgan yerga tegan bu. Chunki bilinib turibdi. Jelini bor, jelini bor. Jelini ko'rsatqani jelini aytib beraman qaranglar. Opa Qozog'istondan yoshligidan bir bola bilan sevishgan. Bola buni opani qizligini olib qo'ygan. Keyin bola bu bilan yashagan. 1 yillar yashagandan opani bittami ikkita farzandi bor. Keyin bola pashol naxi surd naxi degan tagim o'sha qizig'i qolmagan. Keyin opa enaniga qaytib kelgan. Enanikida ozgina shikal-pikal bo'lgandan opa keyin kvartiraga chiqib ketgan. Qirg'izistondanmi? Keyin kvartiraga chiqib ketgan opa. Kvartirada bitta kvartirani 300-400 dollarga olib, opa TikTok nimaligini bilgan, TikTokda pul ishlashni bilgan. Ko'chada ham yurgan, picha aylanib yurgan, puli borlar bilan yurgan. Keyin hozir opa TikTokda tirishlikqa mana o'tiribdi bu yerda.